Assalomu alaykum aziz muxlis. Siz zo'r yangiliklar kanaldasiz. Kirib kelayotgan 2021-yilingiz muborak bo'lsin. Bu yil munajjimlar basharatiga qaraganda sigir yili bo'lib, bu yilda tug'ilganlar, sigir yilida tug'ilganlar juda ham omadli, sabrli, oilasi uchun, farzandlari uchun kuyib pishadigan, jon dildan o'z oilasiga xizmat qiladigan insonlardir. Bu yilda tug'ilgan insonlar ko'p narsalarga qodir bo'ladi. Bu yilda tug'ilgan insonlarning barchasi oilasi uchun, farzandlari uchun har narsaga tayyor bo'ladigan insonlardir. Kanalimizdan uzoqlashmang va kelgusi roliklarimizda siz qaysi muchalda tug'ilgan bo'lsangiz, albatta kommentariyada yozib qoldiring. Sizni muchalingiz haqida ma'lumot chiqaramiz. Albatta zo'r yangiliklar kanalidan obuna bo'lib, o'z